Akalar, O'zbekistondagi eng yirik shoftollarni hozir biz challenge e'lon qilib turib, kalibrlarni o'lchaymiz. Shoftolga baho berib, like bosish esdan chiqmasin. Mana. Kalibrlarni akalar mana. U 90 kalibr hali hech kim qo'ygan yo'q. 90 mana. 95 kalibrda akalar, Samanta shoftoli juda kalibri yirik bo'ladi. Bu akalar uchun challenge. Endi do'stlar, mana dumaloq listi shoftollarni ham yangi narx, bu ham rangi tim qora bo'ladi. Bozorlarda juda qimmat sotiladi. Buni kalibri 80. Kimda 80 bo'lsa, atmetga qilib tashab qo'yinglar. Buni grammlarini ham o'lchab ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Rangiga baho bering buni. Mana. 1 kiloyi qancha gramm turadi? Har bittasi do'stlar bu 5000-6000 dan to'g'ri keladi shoftollarni. Mana bu shoftollardan grammni o'lchaymiz. 5 tasi 1 kilo bemalol chiqaveradi. 1 kiloyu 100 necha gramm. Akalar, buni ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz. Mashqa nomer qo'yib qo'yamiz. Telefon qilsalaring, ishonchli va chiroyli ko'chlar dastavka qilib beramiz. Ekib xizmatlari ham bor. Mana bismillahirrohmanirrohim. Buni yeb, men bilan bahosini ko'rsatamiz, mazasini. Bismillahirrohmanirrohim. Mazasiga gap yo'q akalar. Buni eng muhim do'stlar, eksportga zo'r. Sababi u pishganiga bir hafta bo'ldi, yana 10 kun turaveradi. Qattiqligi, mazasi ham zo'r. Videomiz yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'yamiz. Buni go'shtlardan bor.